Yo, hamma obunachilarga salom. Va bugun videomizda bu video biroz savol bo'lishi mumkin. Nega kecha bittagina video oldi deb. Chunki vaqtim bo'lmagandi. Bugun ham shunaqa bo'ladi-ku. Illa vaqt topib. Va bugun har xil setlarni yozib ko'ramiz. Ya'ni 15 ta set yozamiz. Nimadir chiqib qolar deyapman. O'zimni. O'zi keyin birinchi safar Ronaldo yozamiz. Futbol qiroli. Messi bilan Ronaldo futbol qiroli. Ishit. Menga ko'p yerda hech kim chiqmadi. Yo'q, faqat shuni qaror. Endi keyin eng ko'p oltin to'p yutgan futbolchi Messini. Rams qani? Messi. Qani buni nimadir chiqarganmi? Va Niyazga yo'q, bundan hech kim chiqmadi. Yana oldinga borib ko'raylikchi. Qani? Qishloqda chiqdi Rusugami. Hech kimdan poza qilib olayotganim yo'q. Rusugam Rudiysa Messi qishloqchi. Yana bu qishloqda yetaligini qaranglar. Rostdan chiqar ekan. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mayli. Endi keyinlar. Dribling qiroli Neymarni terib ko'ramiz. Neymar. Mana dribling qiroli. Balki buni ham nimadir chiqar. Hozirgina yurib ko'raylikchi. Va bu 3-set. Ya'ni o'zimdan. Ya buni hech kim chiqmadi. Dribling qiroli. Hech kim chiqmadi. Hop, endi keyingisiga o'tamiz. Keyingi 4-setimiz. Keyinlar 18 yoshligigacha bo'lgan Mbappe. Mencha shunday Mbappe. Birinchi set bittagina set bo'lyapti-da. 4-set. Hozirni qidirmayapman. Bemalol set qilsang, nimadir chiqib qolsa, kommentariyga yozib ketinglar. Yo'q. Yo'q. Keyinlar endi Buxoro yurib ko'ramiz. Buxoro. 5-set. Uzoqlab ketdi o'zir. Hop, Buxoro qanaqa? Men bilyapman Buxoro katta harf bilan yozilishini. Tushunyapsizlarmi? Kichkina harf bilan yoziladi deb yurdim. Bizga Buxoro unday tanaqa shunday yurdim-da. Yazgin. Hamayla. Babam hech kim chiqmadi. Endi Toshkent poytaxt. Hozirgi poytaxt deb ko'ramiz.
like bosib o'ylanchilmang. Obuna. Bo'lgan faqat bir marta aytaman endi. Tezroq 50 ta 50 ta obunachi chiqsak, yuzimni ko'rsatib stream qilaman. Mana. Hozirgi poytaxtimiz derdim. Balki nimadir chiqib qolar. U qishloq chiqdi. Demak bu setam ishlar. Bu 6-si deydi. Mana qumli qishloqchi. Balkim piramida ham bordir. Yo'q ekan. Muhimi bu setam ishlar. Agardan dars qidirib turamiz. Birda ishlagan setlarni terib tursangiz bo'ladi. 7-siz ketamiz. Oldinga Yoqqan poytaxt Samarqand teramiz. Samarqand. Mana. Bu 8-set. Och. Mana tomon keting. Ochishlaydi qishloqlar bular. Shunday joyda nimaga qishloq bo'lmaydi? Savolda. Minecraftga ham tushunmaysan. Mana bu yer yo'qmi? U shunaqa qilingan ekan. Qara kompotni 13-chi qishloq juda o'xshab ketgan mana shu. Qishlog'imda juda o'xshab ketgan. Bu ham chiqmadi. Endi 9-setga o'tamiz. 9-setimiz esa bu albatta Chempionlar Ligasi 6 marta sohibi Toni Kroos. Toni Kroos 6 marta yutgan. Endi xatiya bir qishloqchi chiq. Qishloq. Ya bunaqa jardim bo'lmaydi. Mana shu yerda bo'lishi juda ham kam ehtimol bilan. Bu ham bo'lmaymiz. Xo'p chiqamiz. Endi 10-setga o'tamiz. Bu bilasizlarmi? Eng ko'p qizil kartochka olgan sohib Messining eng katta qo'rquvi Ramos. Ramos. Bu 10-set edi. Bu Alayım çıkmak. Yok. Oradangiz dars qidirib ko'rsang bo'ladi. 11-set Pepe. Ana shu Pepe. Hech nimadan qo'rqmaydigan Pepe. Realda vashiydan zo'r. Davrlarni bir eslab kanal 8gacha. Kim o'ynagan? Xo'p, unda
Bu set ham ishlamadir. Yani ikkitagina set ishlayapti. Toshkent bilan Messi. Nima sabab? Nasa 12 set kutamiz. Bu kim deb o'ylaysiz? Kanishni Zidane 98-chi. Zidane. Hop. Unda mashta men kitatar. Çünkü böyle ochiqda endi qishloqcha chiqishga yo'qcha chiqmaydi. Daraxt yo'q. Bu ham chiqmadi. Unda 13-setni 13-set ko'tamiz. Asensio. Bilganingizdek. Nima? Nimada sportchilar ko'p. Asensio Ramos deb bilsa like bosib qo'ysin. Kim bilmasa obuna bo'lib qo'ysin. Qani ko'ramiz. Ramos deganlar ko'p ekan yoki Ramos demaganlar ko'p ekan. Menga ellik. Va chiqmadi. Aytgancha Momush bilan boy chiqsin deganlar yo 15 ta like va 5 ta komment chiqsa chiqarib yuboramiz. Onda 14-set. Albatta Jude Bellingham. Kitlep doğru derdim. Şuradan oldu çıkıp olsun mümkün. Bu oxirgisini bitta oldingi set. Va hozir mana bu ham chiqmadi. Yo'q. Hozir ikkitaginasini ishlayapti. Messi Toshkent. Oxirgi set nima? Hozir kommentariyaga shart yozib ketinglar. Hozir ketinglar. Shuni videoni pauza qilib yozib ketinglar. Va bu dedi. Ana shu darvozadan eslaganlar bitta like. Keyin yana ikkinchi qism bo'lsin, yana tasodiy 15 ta set beraymi? Bo'zindigilar like bosib qo'yinglar. Yo, besedam ishlamadi. Unda like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga